Assalomu alaykum. Mehribon yaratguvchi Rabbimning mu'min va mu'mina bandalari. Mana bugun go'zal, barokatli, eng ulug' hayit kunlarimizni tongga otdi. Allohimga hamdu sanolar, yaratgan Rabbimiz shu kunlarga yetkazganiga, turg'izganiga, hayitlarimizni, namozlarimizni ko'rsatganlariga alhamdulillah beadad shukrlar bo'lsin. Yanagi hayit kunlariga hammani tanijonlari sog' bo'lsin. Uylarida xursandchiliklar bilan, oilalarida ko'payib, onalarini sog'lik salomatliklari bilan, chiroyli kunlari bilan to'ylar, xursandchiliklar qilib, yanagi hayitni chiroyli farzandlarini, o'qishlarini, yutuqlarini, chiroyli amallarini, to'ylarini ko'rishliklari bilan yanagi hayitga Allohim nasib ro'za aylasin barchamizni. Mehribon Rabbimiz, qodir Allohimiz, buyuk Tangrimiz bor. Bizni yaratguvchi qodir Rabbimiz bor. Allohim sizni hayit bayramingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Allohim har doim sizga shukrda bo'laman. Ko'zimni ochib turganimda, yotganimda ham, hatto tushlarimda ham sizga shukrlar qilaman. Siz meni yaratgansiz. Alhamdulillah. Siz uchun doimo jonim chiqquncha toat ibodatdaman. Rabbim Allohim, la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadun abduhu va rasuluh. Mana farzandlarimizning yutuqlari, Allohim farzandlarimizning yutuqlari, alhamdulillah, ko'rguvchi Tangrim bor. Mehribon Allohim bor. Farzandlarimga shunday yutuqlarni bergan Allohimga shukrlar qilaman. Yaratgan Tangrim, mehribon Tangrim, o'zingizga beadad shukrlar bo'lsin. Allohim rizqimizni ulug', rizqimizni buyuk qilib, bizni bandalarni o'ylaganingiz uchun alhamdulillah beadad shukrsin. Allohim mehribonim, siz bizni